Denov shahri oqova suvlar tozalash inshooti Prezidentimiz maxsus qarorlar bilan 2021-yili dastur asosida qurilishlari boshlandi. Mana hozirgi kunda qurilish jarayonlari jadallik bilan ketyapti. Qurilish jarayonlari 70% ga bajarilib bo'ldi. Xudo xolasa shu yilning oxirisiga topshirish rejalashtirilgan. Mana hozirgi kunda toza suv saqlash rezervuar havuzlarimiz, yong'in rezervuar havuzlarimiz qurildi. Mexanika bo'lim mashinalarni, maxsus mashinalar saqlash garajlari qurildi. Masterskiy, ya'ni ustaxonalar qurildi, kontor-bar laboratoriyalar qurildi. Xodimlarni kelganda va chiqib ketayotganda yuvinish va tozalik inshootlari qurildi, binolari qurildi va nasos stansiyalari qurildi va oxirgi etap mana bu aerotenka, ya'ni biologik havuzimiz ham 70-80% ga qurildi. Hozirgi kunda endi jihozlash ishlari ketyapti. Xudo xolasa jihozlangandan keyin bu inshoot to'la quvvatda ish faoliyatini boshlaydi. Bu inshootimiz sutkasiga 20 ming kuba oqova suvlarni tozalash quvvatiga ega. Ekologik muhitni yaxshilash va xalqimizning turmush farovonligini oshirish maqsadida mana shunaqa inshootlar qurilyapti.